Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, biz bugün vaqf degan, to'xtav degan yangi qoida olamiz. Masalan, Qur'onda oyat bitgach biz bitinda to'xtaymiz, shulaymi? Hamanda da aning o'zining durust etib to'xtav qoidasi bor. Yoki tin oluv bilan tin jetmau sababli oyatning o'rtasida to'xtasa, anda da shu qoidalar amalda kullanıla. Nişek itib oyat oxirida biz durust etib to'xtaymiz xatosız. Şunun birinchisi, agarda mana bizning oyat oxirida shulay bit, oyat oxirindagi harf, mana bunda nun harfi endi agarda damma bilan bita ekan yoki fatha bilan bita ekan, shulaymi? Yoki endi kasra bilan bita ekan, bunda kasraliga misol qo'ymaganlar endi. Mana bu nun harfi har birisida sakinga aylanadi. Ya'ni mana bunda dammada annulirovаться, bunda fathada annulirovаться, bunda da fatha annulirovаться, ol sakinga aylanadi. Ya'ni nasta'in deb to'xtaymiz. Nasta'inu deb to'xtamaymiz. Yu'minun deb to'xtaymiz. Yu'minuna deb to'xtamaymiz. Bunda da ya'lamun deb to'xtaymiz. Ya'ni bu fathada bizning aylana sakinga. Shulaymi? Ham kasra bo'lgan bo'lsa da endi. Shulay ul bizning sakinga aylanadi. Shunga ko'ra tag'in bir qabatlayim. Agarda oyat oxirinda biz to'xtaymiz ekan, nechga yetib durust to'xtaymiz? Nasta'inu yoki yu'minuna, ya'lamuna deb tugul. Bu xato. Biz bu oxirdagi harfni sakinlashtirga tiyishmiz. Agarda ol damma bilan, kasri bilan yoki fatha bilan bitsa, bunda kasrga misol yo'q. Lekin biz onlara tiyishmiz. Bunda da endi bor. Nasta'in shulay bit. Bunda sakin bilan bita, dammani almashtira sakinga. Bunda da endi fathani almashtira sakinga. Yu'minun, ya'lamun. Bu bo'ldi birinchi to'xtaluv. Hozir ikkinchisini qarab ketirmiz. Agarda bizning oyat oxirinda mana tanvin bilan bita ekan endi. Nindi tanvin, fathali tanvin bilan. Ham endi shu fathali tanvin arab tilida bitganda, anga endi har vaqtda da alif qo'yiladi. Bu vaqtda nechik yusran deb to'xtalami? Mana bunda da abadan deb to'xtalami? Jazaan deb to'xtalami? Yo'q. Bunda endi ikkinchi qoida, shu vaqf to'xtaluv qoidasi, agarda tanvinli fatha bilan tamomlanan ekan, bu bizni ikki miqdorda suzib to'xtaladi. Yusra deyishim, bu nun harfi bunda tanvin annulirovаться etiladi. Hamol ikki tapqir bu alif bitini bilamiz. Shulay bit fathadan salif kelaykan, bu ikki miqdorda suzuvni anglatadi dedik. Hamında da shul qoida ishlaymiz. Bunda ostada bor. Yusra deb to'xtaymiz. Bunda da abadan deb to'xtamaymiz. Bu bizning tanvinimiz nun harfi endi bunda yashirilgan nun annulirovаться etadi. Bu bizni ikki miqdorda suzib tamomlaymiz. Abada deb bunda da qo'yiladi. Hamma bunda da shulay bitna hamzatul qatan bor bit. Uning ustida tanvin tura. Biz endi nechga yetib o'qiymiz? Jazaa, jazaa deb bunda suzamiz. Bunda bitinda almatlarni o'rganishak biz. Shunday dulqin bo'lar ekan hamzadan so'ng endi bu vaqtda bizga kim deganda 4 tapqir so'zlarga kerak. 4, 5, 6, lekin kim deganda 4 tapqir jazaa. Bunda da ko'rsatilgan. Hamin uchinchi tag'in to'xtaluv bizning agarda Qur'onda bizning so'zimiz tam arbut bilan tamomlanan ekan, oyatimiz endi nechga yetib to'xtaymiz yoki jumlaning ma'nosini buzmishi, endi Qur'on oyatining ma'nosini buzmishi oyat o'rtasida to'xtaymiz ekan, tam arbut endi bu vaqtda to'xtaganda oyat oxirida shu qoida endi bu tam arbut harfini aylanadi. G'ishavatun deb o'qilmay,
Менә монда күрсәтелгәнчә гишавә. Менә монда да хамиятун түгел, хамия. Менә монда да мумаддатун түгел, мумаддада дип туктала. Менә бу дөрес итеп аят ахырында туктау кагыйдәле, вакф кагыйдәсе дип атала. Һәрберебезгә дә хаталанмыйча аят ахырларында инде дөрес итеп туктап, Куранны тиешлечә Аллаһ Тәгалә безнең таләп иткәнчә кагыйдәләр белән укырга насыйп әйләсен иде. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.